Maktabgacha raqsiga beramiz. Marhamat.
sahrosidan kelmaydi beri. Axir qumsar yongan shu onloq, ne qilsa ham uning vatani. Nega shamol istamas yontoq, sahrosidan kelmaydi beri. Aziz onajonlar, mehribon aziz farzandlarimiz, bolajonlar, ustozlar, hammalaringni mana shu bugungi bayram bilan tabriklayman. Bolajonlarimizni 3 marta maktab ostonasiga jo'natyapmiz. Ularda o'sha maktab yo'lida ularga omadlar tilaymiz. Ilohim ota-onasini, ustozlarini yuzini yerga qaratmasdan mana shu maktabda a'lo baholarga o'qib, kelajakda buyuk insonlar bo'lib yetishishiga tilakdoshmiz. Barchalaringga rahmat aytaman. Mana shu bugungi tadbirimiz chiroyli tarzda o'tyapti. Buning uchun albatta ustozlarning mehnati juda ham katta. Buni qadrlaymiz. Ustozlarimizga rahmat deymiz va mana shu tashkilotimizdagi barcha xodimlar ularga ham rahmat deyman, chunki bu tadbirda ortida juda ham katta mehnat yotadi. Bu mehnatda albatta barchasini o'ziga yarasha hissasi bor. Hammasiga rahmat deymiz. Ilohim mana shu farzandlarimiz yaxshi insonlar bo'lsin, biz shu sardorimiz. Sizlarga ham rahmat, barcha ota-onalar mana shu tadbirimizga o'z hissalaringizni qo'shganlaring uchun, tarbiyachilar bilan mana shu bog'cha bilan uzviy hamkorlik qilganlaring uchun sizlarga ham rahmat aytamiz. Ota-onalar bo'lmasa tarbiyachilar hech kim bo'ladi. Tarbiyachilar bo'lmasa ota-onalarimiz ham hech kim. O'rtada bitta qanaqadir ip bo'lish kerak. Albatta mana shu bog'liqlik bo'lsagina keyin biz bitta narsamizni ro'yobga chiqara olamiz. Buning uchun hammalaringga rahmat aytaman. Bugun endi uzr kech qoldik, yig'ilish bo'ldi. Tadbirni chiroyli tarzda o'tkazilaring. Bunga albatta biz ustozlarimizni taqdirlab olamiz. Keyin bolajonlarimizni taqdirlaymiz. Har bitta mana
shu bog'chada tadbir, qanaqa tadbir bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu Doniyor akamning hissasi katta. Musiqa rahbarimizda o'sha bolajonlarimizni musiqasi, o'sha musiqa darslarida, raqslarimizda o'zini hissasi bor-da. Endi muzikani qo'yib berib, to uni chiroyli tarzda ashulalarni o'rgatib, muzikani notalarini o'rgatib, o'zini o'sha darslarda farzandlarimizga bilim beradi. Va birinchi o'rinda biz hurmat bilan Barkashov Doniyor akamni tabriklaymiz. O'sha 12-DMTda yosh avlodni musiqiy qobiliyati rivojlantirish, bolalarda san'atga mehr uyg'otish hamda ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni yuqori saviyada tashkil etishda faoliyatingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz va mana shu tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Doimo sog' bo'ling aka, hamisha sog' bo'lib mana shu tadbirlarimizda hamisha birinchi o'rinda turib o'tishga yordam bering. Rahmat sizga. Rashidova Qanotxon 12-DMTda bolalarning jismoniy tarbiyasi, ya'ni rivojlanishda sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishi shakllantirish hamda sport tadbirlarini samarali tashkil etishda fidokorona mehnatlari uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Hamisha sog' bo'ling. Mana shunday farzandlarimiz siz orqali har kuni ertalab badan tarbiya qilishadi. Qaysi ma'noda sog'likka o'z hissalaringizni qo'shib kelmoqdasiz. Sizga ham tabriklayman. Rahmat. Barkashova Zulfiya opa, sizga ham xuddi o'shandek ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda fidokorona mehnatingiz, kasbiy mahoratingiz, bolajonlarga bo'lgan mehr-muhabbatingiz uchun sizga ham minnatdorchilik bildiramiz. İlk bor o'sha bog'chaga kelganda birinchi jajji qo'llarini ushlab qoladigan Uzoqova Said opam va Zulfiya opam bo'lishadi, chunki Said opam hozir otpuskada. Sizga ham rahmat deymiz, sizga ham kattakon. Mana shu bolalarimizni ilk bor bog'chaga o'rgatib, qo'liga nima deydi, ozmi ko'pmi qalam ushlatish, ya'ni rasmlar chizdirasizlar.